Navbatdagi mehmonimiz fitoterapevt Madina Bakirova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Albatta. Madina opa, ko'rib turibmizki, bugun siz studiyamizning bir bo'lakchasini shifo oshxonasiga aylantirish niyatida kelganga o'xshaysiz. Ha. Nimalarni olib keldingiz? Bugun kuzatuvchilarimiz va yurtdoshlarimiz uchun mana shu changli havoda, xazon rezgilik paytida, nafaqat xazon rezgilik, bahorda ham gullar, daraxtlar gullaganda ham ob-havo iqlimiga ta'sirchan bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun tozalovchi respirator tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Chunki ko'pchilik maska taqsam ham aksiraberaman, maska taqsak ham nafasimiz siqilaveradi degan fikrlarni eshitamiz. Yurtdoshlarimiz orasida bronxial astma, allergik kasallik bilan qiynaladigan bemorlarimiz ham bor va albatta hech qanday shikoyati bo'lmagan yurtdoshlarimiz uchun ham aynan xazon rezgilik va changli to'fon turgan vaqtda o'zimni shifoli maskamni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun dorixonalarda doka sotiladi. Tayyor bo'laklarga bo'lingan, tayyor qilingan steril marli olamiz. Maska xarid qilamiz. Niqobni. Ushbu niqobni ichiga mana shu 8 qavatli doka bo'lakchamizni birozgina namlab yuboramiz. Oddiy suv bilan namlab yuboramiz. Qaynatib sovutilgan suv bilan. Va mana shu dokamizning orasiga aktivlashtirilgan ko'mir tabletkalarini joylab olamiz. Aktivlashtirilgan ko'mir tabletkalari dorixonalarda sotiladi. Juda ham arzon, hamyonbop, o'ziga zaharli allergenlanish shimi bo'ladi. Havodagi iflosliklarni o'ziga yutib oladi. Albatta, dokamiz namlangandan so'ng tabletkamizdagi ham namlik biroz ko'tariladi. Mana tabletkalar bilan birgalikda o'rab olamiz. Ushbu matomiz birozgina namlik saqlagan bo'ladi hamda avval namlab olish kerak, to'g'rimi? Avval namlab olib, so'ngra tabletka joylab olamiz. Niqobimizni ichiga joylagan holatda taqilsa, havodagi changli infeksiyalar, yuqumli kasalliklar, xazon bilan chiqadigan zaharli moddalar ham 70% ga ushlanib qoladi. Oddiy niqobdan ko'ra 5 barobar kuchliroq niqobga aylanadi va albatta buning ham yaroqlilik muddati bor. Dokamizni har kuni almashtirib turamiz. Ustidagi niqobimizni esa har 12 soatda almashtirib turishimiz zarur. Ichidagi tabletkalarni esa 24 soatgacha bemalol ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari, kimyoviy ishlab chiqarishlarda ishlaydigan yurtdoshlarimiz bor. Xonadonlar atrofidagi ishlab chiqarish korxonalaridan chiqadigan zararli tutunlar ham bor. Ekologik muammolar bilan bog'liq bo'lgan ob-havo o'zgarishida ham ushbu niqob barcha yurtdoshlarimizga yaxshi ta'sir qiladi va respirator kasalliklardan, o'tkir infeksion kasalliklar, gripp, tumov, hatto Coviddan ham yaxshi saqlaydi. Yana bir savolda, agarda mana shu niqobni taqqandan so'ng doka qurib qolsa, namlab turish kerakmi yo shart emas? Qurib qolsa, namlab olsa bo'ladi, suv purkagich yordamida. Juda bir ho'l qilib kranda ho'llash shart emas, suv purkagich yordamida namlab olinsa, havoda aynan hozirgi kunda namlik biroz me'yordan pasaygan. Yog'ingarchilikka bog'liq bo'lgan bu holat. Shuning uchun namlikni biz o'zimiz sun'iy ravishda ta'minlagan holda niqob tutishimiz mumkin. Shaxsan o'zimda sinab ko'rdim, chunki dori-darmon bilan fitoterapiya bilan bog'liq bo'lgani uchun o'zim allergikman. Xazon rezgilikda tinmay aksirish, nafas siqish kabi holati mana shular kuzatilganligi uchun mana shu maskadan foydalanaman. Hech qanday ziyonli ta'siri yo'q, dori-darmonsiz bemalol mana shu kuz faslini chiroyli o'tkazib olamiz. Bundan tashqari giyohli choy ham tayyorlab kelganman. Albatta, nafas orqali o'pkaga kirgan infeksion kasallik bo'ladimi? Xazondagi zararli moddalar bo'ladimi? Barchasini qondan tozalovchi fito choyni ham yurtdoshlarimiz uy sharoitida o'zlari tayyorlab olishlari mumkin. Talaknyanka bargi, qalampir yalpiz,
kiyik o'ti hamda qoraqiz o'simligi aralashmalarini birga bir nisbatda tayyorlab qo'yishlari hamda kun davomida 2-3 mahal ovqatdan so'ng bir piyoladan choy o'rnida damlab ichishlarini tavsiya qilaman. Va albatta ushbu giyohli choyimizga og'iz va burun bo'shliqlarini bir kunda kamida bir marta chayib turishlarini tavsiya qilib qolaman. Va shuni ham aytishadiki, shifokorlarimiz xonani, uyni kuniga 2 marotaba namlantirib turishni va ko'proq suyuqlik, ya'ni suv ichib turishni tavsiya qilishadi. Bu to'g'rimi? Shu bilan birga men qatiq ichishni ham tavsiya qilardim. Aynan qatiq qonni, tanani, o'pka, oshqozon, jigar faoliyatini yaxshilaydi, qonni tozalab beradi, organizmni stimulyatsiya qiladi. Hatto Temuriylar davrida bilasizlar, u paytda zaharlanishlar ko'p bo'lgan. Kamon o'qidan zaharlangan askarlarga ham hatto qatiqni zardobi ichirilgan. Ziddi zaharli bo'lmagan paytda tabiiy vositalardan foydalanishgan. Mosh qaynatmasi hamda qatiq bilan birgalikda o'ta kuchli zaharni ham kesib davolab olishgan. Har kuni kechqurun uyqu oldidan 1 stakan qatiq ichishlarini hamda ertalab 3-4 kunlik ivigan qatiqni zardobi bo'ladi. Fazaga ajralgan. Ko'pchilik yangi ivitilgan qatiq foydaliroq degan fikrga ega, ammo 3-4 kunlik qatiqning zardobi ertalab och qoringa ichilsa 300 turdagi kasallikni, bakterial kasallikni nobud qiladi hamda ravon nafas olishga yanada yordam beradi. Tabiatni o'zi shifokor deyishadi, begizmas. Mana shu niqob meni qiziqtiryapti. Buni bir salbiy ta'sirlari ham bormi? Masalan, homilador ayollargami yoki bolalargami yoki hammaga birdek mumkinmi? Hammaga birdek mumkin. Yosh bolalarga ham mumkin. Homiladorlarga ham, yosh katta keksa bemorlarimizga ham mumkin. Aynan bemor bo'lish shart emas. Kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish birmuncha qulay va osonroq. Hammaga universal mumkin. Aktivlashtirilgan ko'mirni qarshi ko'rsatmalari faqatgina oshqozon kasalliklarida agar ichga qabul qilish kerak bo'lsa, ammo niqob sifatida qo'llash mumkin. Men ushbu niqobni aynan dokani suvni filtrlash uchun ham foydalanaman uyda. Ikkita baklashkani qarama-qarshi qilib qo'yib, qaynatib sovutilgan suvni ham filtrimiz ishlamagan paytda, filtrimiz yo'q paytda ham biz aynan aktivlashtirilgan ko'mirni mana shu qavatma-qavat dokani orasiga qo'yib, tomchilatib filtrdan o'tkazib olganmiz. Haqiqatda suvni ham sifati 70-80% ga yaxshilanadi, yumshayadi. Buyrakda tosh qiladigan oksalat tuzlari, ortiqcha bo'lgan kaliy, kalsiyli, keyin xlorid qoldiqlari ham ushlanib qoladi. Suv tarkibiniki yaxshilagandan keyin havoni asta qo'yaverasizda. Qoni foyda ekanda. Qoni foyda. Juda yaxshi. Endi damlamaga to'xtalsak, damlamani ham hamma birdek ichishi mumkinmi? Deylik, qandaydir allergiyasi bor insonlar bor, homilador insonlar bor. Homiladorlarga tavsiya qilmayman. Homiladorlarga hattoki ko'proq suv iching ham deb tavsiya qilishimiz noo'rin. Ularga albatta ginekolog tavsiyasi va ko'rsatmasi shart. Vrach ruxsati bilangina ushbu yig'mani damlab ichib ko'rishlari, ichishdan avval shunchaki og'iz chayib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Balki tarkibidagi biror bir ingrediyentga tanani maxsus allergik holati bo'lishi mumkin. Mana men fitoterapevt sifatida yurtdoshlarimizga tavsiya qilaman. Juda ham ko'plab joylarda, adabiyotlarda, internet tarmoqlarida giyohli choylarni taqdim qiladigan, maslahat beradigan juda yaxshi tavsiyalar mavjud. Har bitlariga men tavsiya qilardim. Har qanday hali siz qo'llab ko'rmagan, ichib ko'rmagan, birinchi bora tatib ko'rayotgan damlamangizni avval ho'plab, og'iz bo'shlig'ini o'zini qo'llab ko'rib 15 daqiqa kutishingizni tavsiya qilaman. Agar bemorda allergik reaksiya qanday bo'ladi? Til shishib ketadi, yuzlar qichishib ketadi, lekin juda ham qonga so'rilishga o'tmaydi va bemorning holati og'irlashmaydi. 15 daqiqadan so'ng yaxshi holat o'zini erkin his qilsa, yaxshi his qilsa, 2 osh qoshiqdan boshlab ichsin. Ana keyin bir piyoladan damlab ichaverishadi. Yosh bolalarga ham, qariyalarga ham agar men sanab o'tgan o'simliklarni ichib ko'rmagan bo'lishsa, birinchi bor ichishsa, buni tayyorlab damlamasini ho'plab ko'rishsin. Bir qoshiqdan boshlansin. Hech qanday salbiy oqibati bo'lmasa, lekin 100 mingdan bitta holatdagina allergiya berishi mumkin va bu har kim bilan uchrashi mumkin. Aynan. 2 yoshdan kattalarga mumkin. Fitoterapiyada eng ko'p qo'llaniladigan mana shunday giyohlar haqida aytib bera olasizmi?
ko'p fitoterapiyada eng ko'p qo'llaniladigan giyohlar albatta har bir kasallikka xos bo'lgan giyohlar bor, lekin eng ko'pi kasallikni oldini oluvchi, immunitetni oshiruvchi, tanani tonusini ko'taruvchi giyohli o'simliklarimiz bor. Bularga misol qilib biz qalampir yalpizni aytishim mumkin. 5000 turdagi fitochoy yig'mani tarkibida qalampir yalpiz tashkil etadi. Chunki bir qancha kasalliklarga shifo, ham oshqozon kasalliklari, ham yurak qon tomir kasalliklariga, ham miyada qon aylanishi yu og'izdan noxush hid kelishiga ham ishlatiladi. Spazmolitik og'riqlarga ham aynan qalampir yalpizdan damlama tayyorlanadi, bemorning holati birmuncha yaxshilanishi uchun. Ikkinchi o'simligim bu oq karrak. Bu juda keng tarqalgan rastaropsha o'simligi. O'zbekcha nomi oq karrak. Jigar, o't qop xastaliklariga, qonni suyultiruvchi, tozalovchi sifatida qo'llaniladi. Rastaropsha oq karrak o'simligidan ham damlamani yer ustki qismidan tayyorlanadi. Guli va barglaridan. Bir xil adashib ildizini ham ichadiganlar bor, urug'ini ichadiganlar bor. Urug'ini ichmaslik kerak, urug'ini damlash kerak. Ba'zi bemorlardan keladi, men urug'ini ichdim, shu yaxshi bo'ladi deyishganda, allergiya berdi, battar nafasim siqib bo'g'ilishni boshladi deb havoga to'nkab qo'yishadi. Shunaqa holatda aytaman, havoga aloqador emas, urug'i allergiya beradi. Chunki uni tarkibidagi efir moylari tana haroratida qonga o'ta olmaydi. 100 gradus haroratdagi qaynagan suvda chiqadi 100%. Efir moyi tana haroratida o'ta olmaydi. Uni 1 kilo urug' yesangiz ham sizga ta'siri unchalik sezilarli bo'lmaydi. Eng ko'p tarqalgan o'simliklar mana shu. Hamda yantoq, O'zbekiston hududida har yerda o'sadigan yantoq o'simligi 200 xil dardga davo. Madina opa, o'zi umuman bu mavzu bugun insonlar tomonidan juda ham ko'p murojaat qilinayotgan soha, chunki hamma o'zini tabiiy yo'l bilan davolashga urinayotgan bir davrda yashayapmiz. Ya'ni siz bilan hali suhbatimiz davom etadi, qiziqarli savollarimiz ko'p. Aynan o'zim uchun muhim bo'lgan bir savolni sizdan so'rab olmoqchiman. Sog'ligimga e'tibor beraman va ba'zan charchoq, holsizlik holatlari bo'ladi va shifokorga borsangiz birinchi navbatda immunitet bilan bog'lashadi. Immunitetingizda qandaydir tushishlar bor, kamchiliklar bor, vitaminlar yozishga urinishadi. Aynan immunitetni ko'tarish uchun qanday o'simliklarni yoki damlamalarni tavsiya qila olasiz? Immunitetni oshirish uchun hammaga ma'lum bo'lgan shipovnik, na'matak damlamasini tavsiya qilaman. Na'matak tarkibida nafaqat askorbin kislota, balki 22 turdagi vitaminlar kompleksi mavjud. Na'matak damlamasini har oyda profilaktikaga 6 kun mobaynida 2 mahal ovqatdan avvalroq yoki ovqatdan 2 soat keyin ichishingizni tavsiya qilaman. Immunitetni tabiiy ravishda ko'taradi va albatta zanjabil, lekin zanjabilni homiladorlar va tug'ruqdan endigina keyingi emizikli davrdagi ayollarga tavsiya qilinmaydi. Zanjabil damlamasi ham immunitetni juda ham yaxshi ko'taradi. Taomlaringizga qovoq, sholg'om, turib, sarimsoq, piyoz, oq piyoz mahsulotlarini qo'shsangiz, yanada tabiiy ravishda, hatto o'simliklarsiz immunitetingizni ko'tarib olasiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Siz orqali juda yaxshi bir ma'lumotlarga ega bo'ldik, ayniqsa niqob borasida. Azizlar, biz sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Siz Toshkent telekanalida Salom Toshkent dasturini jonli efirda tomosha qildingiz. Va albatta bugun sizga yaxshi bir ma'lumotlar bera oldik degan umiddamiz. Mana shunday ko'tarinki kayfiyatda siz bilan xayrlashamiz. Oldinda dam olish kunlaringiz zavqli va maroqli o'tsin. Yana hafta boshida siz bilan ko'rishishga tayyormiz va hech bir soniyalarda Toshkent telekanalidan uzoqlashmang deb qolamiz. Omon bo'ling azizlar. Ko'rishguncha. Xayr. Xayr.